Carvus Telegram kanaliga obuna bo'ling. Havola kommentariyada. Ko'pchilik nezrit soviti uchun himoya afsuni eng yaxshi deb o'ylaydi va men aldamayman, u juda ham yaxshi. Lekin o'zimning hardkor dunyoyimda uzoq vaqt yashaganimdan keyin uni yo'qotishni xohlamayman. Juda achinarli bo'lardi. Shuning uchun biroz izlanish olib bordim va sovitingizni yanada yaxshiroq qilishni ko'plab usullarini topdim. Oddiylardan tortib aqldan ozdiradiganlarigacha, masalan, cheksiz suv ostida nafas olish, noyob sovut bezaklari dizayni va hatto to'liq ishlaydigan o'zini teleportatsiya qila oladigani. Imkon qadar eng zo'r sovut to'plamiga ega bo'lish uchun barcha bosqichlarni bosib o'taman va dunyoyimni yo'qotmayman. Yaxshi, men hozirgina oddiy olmos sovut yasadim va biz qilishimiz kerak bo'lgan eng birinchi ish bu narsaga o'yinni buzadigan noqonuniy afsunlarni qo'shishdir. Ya'ni himoya afsunlari, masalan, olovdan, o'qdan, portlashdan, tushib ketishdan va oddiy himoya afsunlari. Shunda siz hech qachon o'lmaysiz. Siz buni imkonsiz deb o'ylashingiz mumkin, chunki Minecraft bir vaqtning o'zida bir nechta himoya afsunlariga ega bo'lishga ruxsat bermaydi. Xo'sh, aslida buni qilishning bitta maxfiy yo'li bor va u juda ham oddiy. Birinchidan biz barcha 5 turdagi himoya afsun kitoblarini olishimiz kerak va buni qilishning eng yaxshi yo'li qishloqlar bilan savdo qilishdir. Shunday ekan, keling bu yigitni qutiga qamab kafedra yasaymiz. Shunda u kutubxonachi kasbini oladi va afsunlangan kitoblar bilan savdo qila oladi. Hozir u omad 2 sotyapti. Bu bizga kerak emas. Shuning uchun biz shunchaki kafedrani buzib qayta qo'yamiz. Bu esa uning savdolarini yangilaydi. Menimcha bu juda ham ko'p vaqt olsa kerak. Yaxshi, biz olovdan himoya to'rini oldik. Aslida bu men kutgandan uzoq vaqt olmadi. Bittasi ketdi, to'rttasi qoldi. Va agar siz qiziqayotgan bo'lsangiz, men bu qishloqlarni o'z qishlog'imdan ko'paytirish joyimdan olib kelganman. Yengil tushish to'rini olish uchun menga 7 daqiqa yu 51 soniya. Himoya to'rini olish uchun esa 4 daqiqa yu 53 soniya talab qildi. Yo xudoyim, men hozirgina kafedrani buzib qo'yishimga sal qoldi. Portlashdan himoya tor ketdi. Dahshat, agar shuni buzib qo'yganimda yomon bo'lardi. To'g'risini aytsam, savdolardan chindan ham omadim kelyapti. Aslida bu ancha uzoq vaqt olishi kerak edi va meni qo'llarim ham og'rishni boshladi, lekin bizga faqat o'qdan himoya tor kerak xolos. Demak, biroz vaqt o'tib bizda hammasi bor. Olovdan himoya, yengil tushish, oddiy himoya, portlashdan himoya va o'qdan himoya. Bu juda ham ajoyib va sovutning har bir qismi uchun bu kitoblarni barchasini sotib olish juda ko'p zumrad talab qiladi. Zumrad olish uchun esa shunchaki temir fermamga boraman va bir dunyo temirni olsam bo'ldi. Va menda temirchi qishloqchilarning butun boshli armiyasi bor, mana qarang. Ular bitta temirni bitta zumradga almashadi. Agar o'ylab ko'rsangiz, menda asosan cheksiz zumradlar bor va bu yaxshi. Keling endi bir qancha kitoblar yasab olamiz va barcha himoya afsunli kitoblarni sotib olamiz. Yo'q. Endi tushundim. Men olgan barcha savdolar yo'qolib ketibdi va men ularni sotib olib, savdolarni qulflashni unutibman. Mayli, hozirgina nima bo'lgani haqida gapirmaymiz, lekin men barcha savdolarni qaytadan topdim va barcha afsunlarni sotib oldim. Bu esa juda uzoq vaqt oldi. Biz yana narsalar yig'ishimiz kerak, masalan, nakovalniya, buni keyinroq bilib olasiz. Yana boshqa barcha afsun kitoblarini ham olishimiz kerak, masalan, sinmaslik, ta'mirlash, suvda tez yurish, suv ostida ishlash va shunaqalar. Va nihoyat bizga juda ko'p XP lar kerak bo'ladi. Shunda biz barcha kitoblarni sovutga birlashtira olamiz va bizga nafaqat 50 yoki 100 yoki 200 ham emas, bizga 300 kerak bo'ladi. Menda hozir 30 ham. Bu yaqiniga ham yo'lamaydi. Yaxshiyamki meni XP fermam haqida videoyimda bu nima? Bu piglin bu yerda nima qilyapti? Nima bo'lsa ham men bu ulkan oltin XP fermasini qurganman. Ishonchim komilki, bu siz qurishingiz mumkin bo'lgan eng tezkor XP fermalardan biri. XP shunchaki kelishda davom etaveradi va menimcha men bu fermada 300 darajaga yetguncha bir necha soat AFK turaman va tezda qaytaman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, men 8 soat AFK turdim. Endi bizda kerak bo'lgan barcha narsa bo'lishi kerak. Biz nihoyat bu barcha kitob afsunlarini sovutga qo'shishni boshlashimiz mumkin. Bu unga noqonuniy afsunlarni beradi va videoning boshida ko'rsatganimdek, Minecraft har bir sovut bo'lagiga faqat bitta himoya afsuniga ruxsat beradi. Lekin qidirayotganimda buni aylanib o'tishning bitta maxfiy yo'li borligini aniqladim. Taxminan 3 yil oldin Minecraft shunday sovut yaratishga bitta o'yin versiyasida ruxsat bergan. Bu esa Bro 14 da. Keyinchalik buni tuzatishgan. Shunday qilib, agar biz dunyoyimizni shunchaki Bro 14 ga pasaytirsak, barcha kitob afsunlarini tezda qo'yib olsak, keyin dunyoyimizni hozirgi Bro 20 versiyasiga qaytarishimiz mumkin. Oson eshitilyapti, to'g'rimi? Aslida unday emas, chunki bitta narsa xato ketsa, butun dunyo buzilib ketishi va hamma joyda tasodifiy changlar paydo qilishi mumkin. Men esa buni sodir bo'lishini xohlamayman, lekin men tavakkal qilaman, chunki bu noqonuniy sovut haqiqatan ham juda kuchli va bunga arziydi. Bo'ldi, inventarimda kerak bo'ladigan hamma narsa bor. Keling nazarda juda uzoqqa uchib ketamiz, chunki versiya
radiatsiyani pasaytirganimizda biz qayta kirgan hudud yangilanib ketadi va men bazamni o'chib ketishini xohlamayman. Bu juda yomon bo'lardi. Yaxshi, yetarlicha uzoq bo'lsa kerak. Ancha vaqtdan beri uchyapman. Portal quramiz. Bunga kirishdan oldin bizga kerak bo'lmaydigan barcha narsalarni shu sandiqqa solib qo'yamiz. Chunki Nezerit 1.14 da mavjud emas edi va agar u yonimda bo'lsa o'chib ketish ham mumkin. Aldamayman, men biroz qo'rqyapman agar sezmayotgan bo'lsangiz. Lekin biz tayyormiz, o'yindan chiqamiz va uni 1.14 da ishga tushiramiz. Oh xudoyim, bu yuklanish ekrani juda boshqacha ko'rinyapti. Men kiryapman, umid qilamanki mening butun dunyoyim buzilib ketmadi. Oh. Menimcha o'xshadi. Ko'rib turganingizdek changlar yangilandi. Biz endi sahrodamiz. Qarang, piramida turibdi. Hamayli keling ishimizni qilaylik va barcha kitoblarni sovutga afsullaylik. Menimcha dubulg'adan boshlaymiz va afsullarni sovutga qo'yishning o'ziga xos tartibi bor. Chunki agar shunday qilmasangiz, u juda qimmat bo'lib ketadi va hech narsa bo'lmaydi. Men buni qanday qilish bo'yicha YouTube'dagi qo'llanmaga amal qilyapman. Avval sinmaslik 3 bilan bo'lish kerak. Yaxshi, va endi ularning hammasi ikkita kitobga birlashtirib oldik va agar to'g'ri qiladigan bo'lsam, bu ishlash kerak. Va oxirgisi, yo xudoyim. Menga yaqinlashma. Men kravat olib kelishim kerak edi shekilli. Mana dubulg'aga qarang. Mayli, tan olish kerak, bu shunchaki dahshat ko'rinyapti. Yaxshi, endi shimlar bilan go'zalligini qarang. Ko'krak sovuti va etiklar. Va bitta muammo bor. Shunda Swift Snake yetishmayapti. Ko'rinib turganingizdek bu kitobda bo'lish kerak edi, lekin ko'rinmayapti. Mayli, keyin shug'ullanamiz. Ortga qaytish uchun shunchaki chiqib ketamiz. 1:20 da qayta kirishimiz kerak va agar to'g'ri qilgan bo'lsam, biz qayta bo'lishimiz kerak. Yaxshi, biz kirdik. Nimagadir okeanda suzib yurgan hayvonlarning o'ligi paydo bo'lib qolibdi. Yana portal quramiz, unga kiramiz. Barcha narsalarimiz shu yerda. Yaxshi. Yo xudoyim. Gaz tinch qo'ysang chog'ayni. Xo'sh, men qaytdim va bazamiz o'chib ketmabdi. Bo'lmasa uxlab yotgan bo'lardim. Keling, bu sovut qanchalik yaxshi ekanligini tezda sinab ko'ramiz. Men buni hali ko'rmadim. Yaxshi, mana bitta Creeper kel, qani qancha zarar yetkazarkansan? Agar men eski rasvo sovutni kiyganimda tartibim ishlab ketgan bo'lardi. Qaranglar, hattoki chorim ham ketmayapti. Ular o'z-o'zlarini bu haqiqatdan ham aql bovar qilmas ekan. Do'stim, bu zombida afsullangan temir qilich bor, lekin u hatto zarar ham yetkaza olmayapti. Eng yaxshi sovutni yasashning 5 bosqichidan birinchisi yakunlandi. Lekin bu hali hammasi emas. U yanada yaxshilanib boraveradi. Qaytgancha teleport haqida unutmaymiz. Demak, va ikkinchi qadam uni yangilash va unga eng noyob sovut bezagi dizaynini qo'yishdir. Keling, tezda buning uchun Nezerit olamiz va men shunchaki olmos fermamdagi qazish mashinalaridan qadimiy bo'laklarni o'g'irlayman, chunki men ularni ishlatmayapman. Xo'sh, Nezeritlar yetadi va biz hozir qadimiy agar adashmayotgan bo'lsam, bu yerga 200 dan ko'p marta urilganman. Agar hali bilmasangiz, Minecraftning so'nggi yangilanishida ularga sovut bezaklari qo'shishdi. Xo'sh, 11 xil naqshlar ichida bittasi borki, uni topish juda ham qiyin. Uni faqat qadimiy shaharlardan topish mumkin. Yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Ularning bu sandiqlardan paydo bo'lishi 1%. Va yo'q, men aldamayapman. Mayli, ikkita afsullangan oltin olma oldik. Ammo uni nima uchun shunchalik noyob ekanligini sababi bor. U sovutni juda chiroyli ko'rsatadi. Shuning uchun ham u menga kerak. Bu hatto u ham emas. Var sovut bezagi nima degani bu? Mayli, bu haqiqatdan ham ancha vaqt olsa kerak. Sovut bezagim qayerda? Keling, uni qanchalik tez topa olishimni ko'ramiz. Men shunchaki yugurib uni topguncha hamma sandiqlarni ochib chiqaman. Yaxshi, men boshqa qadimiy shaharga bordim. Menimcha bu yerda bor. Bittasini topish uchun 5 ta qadimiy shaharga borishimga to'g'ri kelmas deb umid qilaman. Hamma joyda vardanlar, qayerga borayotganimni ko'rmayapman ham. Jin ursin, buncha kamyob bo'lmasa. Bu qadimiy shaharda shunchalik vardanlar ko'pki. Va nihoyat men buni topdim. Bu unchalik ko'p vaqt olmadi. Uzog'i bilan 30 daqiqa ketdi. Bu ayni muddo bo'ldi, chunki bu qadimiy shaharda juda ko'p vardanlar ko'payib ketdi. Agar yana 5 daqiqa bo'lsam, o'lib ketishim ham mumkin edi. Keling, uyga qaytamiz. Agar bitta sovut bezagiga ega bo'lsangiz, uni ko'paytirishingiz mumkinligiga ishonchim komil va sizga bir dunyo olmos kerak bo'ladi. Bam!
Bam, tushunarli, bizga yana glubokoslanets ham kerak ekan. Bo'ldi, mana bam. Bizda barcha sovut bezaklari bor, lekin ularni sovutga qo'yishdan oldin keling uni neziritga aylantiramiz. Bam. Aytgancha, sovut bezagini qo'yish uchun biz qanday rangni xohlashimizni tanlashimiz kerak. Menimcha zumrad yashil, oltin sariq, olmos moviy, lazurit moviy, ametist ham moviy. Xo'sh, hammasini oldim va keling ular qanday ko'rinishini ko'ramiz. Yaxshi, birinchisi zumrad. Yo'q, xudoyim juda ham yaxshi ko'rinyapti. Oltin, olmos, bu juda ham menga yoqayapti. Lazurit mayli, bu juda ham rasvo. Kim sovutiga lazurit qo'ysa, do'stim, sen ahmoqsan. Yo'q, xudoyim, temir bundan ham battar ekan. Menimcha sovutingiz temirga o'xshab qoladi bo'ldi. Nezirit esa shunchaki sovutingizni qora qiladi. Bu aslida qandaydir ajoyib ko'rinyapti. Redstone rasvo, met ham shunaqa. Oxirgisi ametist. Yaxshi, bu yo nezirit yoki ametist va men qaysi birini tanlashni bilmayapman. Mayli, neziritni tanlayveramiz. Umid qilamanki, bu yomon ko'rinmayapti. Agar shunday bo'lsa, men uxlashga yotaman. Men yomon yoki yaxshi ko'rinayotganimni ajrata olmayapman. Mayli, elitra bilan juda ham yaxshi ko'rinyapti. Aldamayman, nezirit ishlatganimiz to'g'ri bo'ldi, chunki biz eng yaxshi sovut to'plamini yaratishga harakat qilyapmiz. Mayli, hozir tun va bu sovut qorong'uda chindan ham dahshatli ko'rinyapti, xuddi men Batmanman. Xo'sh, ikkinchi bosqich yakunlandi. Sovut noqonuniy afsullarga va neziritli eng noyob sovut bezaklariga ega. Shuningdek, qadimiy shaharlarda sovut bezagini qidirayotib, men Swift Snake 3 kitobini topib oldim va men uni shimimga qo'yishim kerak. Bam! Lekin hozir siz keyingi qadam nima ekanligi haqida qiziqayotgandirsiz, chunki eng yaxshi sovut to'plamini qilish uchun qo'limizdan kelgan hamma ishni qilib bo'ldik, to'g'rimi? Yo'q, Minecraftda eng yaxshi sovut to'plamiga ega bo'lish uchun yana ko'p narsalar bor. Masalan, birinchisi bu charm etik. Chunki charm etik kiyganingizda ular sizni qorga cho'kib ketishingizdan saqlaydi. Ko'rib turganingizdek, menda hammasi joyida va cho'kmayapman. Lekin ularni yechsam, mana men cho'kayapman va sovuqdan o'lishni ham boshlayapman. Keling, bu narsani maksimal darajada afsullaymiz va unga eng noyob sovut bezagini qo'yamiz. Men unga muzda yurish 2 ni qo'ydim. Agar suvga duch kelganingizda va siz birdaniga cho'kib ketasiz, nega bunaqa bo'ldi? Bu etiklar meni suvdan va qordan saqlaydi. Mana bu joyga qo'yib qo'yamiz. Va ikkinchi sovut bo'lagi bu oddiy oltin shim. Shunda siz nezarga borib, uni kiyganingizda hech qanday piglin sizga hujum qilmaydi. Agar yechsam, unga bu yoqmaydi. Xo'sh, keling buni maksimal darajada afsullaymiz va unga sovut bezagini qo'yamiz. Yo'q, xudoyim, qarang, bunga yashil rang haqiqatan ham ajoyib ko'rinyapti. Va oxirgi maxsus sovut bo'lagini olish uchun sizga biroz suv o'tlari kerak bo'ladi va 2 ta toshbaqani ko'paytirish lozim. Va bu toshbaqa kosasidan dubulg'a va uni kiyganingizda suv ostida nafas olsangiz bo'ladi. Uni yasash uchun bizga 5 ta qalqoncha kerak va ular chaqaloq toshbaqa ulg'ayganda tushadi. Keling, bir nechta panjara yasab, kichkina devor quramiz. Shunda ular qochib keta olmaydi. Menimcha bu meni ko'p vaqtimni olsa kerak. Yaxshi, men toshbaqalarni ko'paytirdim va ko'proq tuxum oldim. Bittasi mana paydo bo'ldi 40 daqiqada. Chaqaloq toshbaqalar juda kichkina ekan, qarish oshmang, qanot qilsa bo'larmikan? Yo'q, bo'lmas ekan. Chaqaloq toshbaqani ulg'ayish jarayonini tezlashtirish uchun men unga shunchaki ko'plab suvo'tlarni yediraman. Yo'q, xudoyim, u bir qop ovqat yedi va hatto o'smadi ham. Mayli, men ko'proq suv topib kelgunimcha ulg'ayibdi, lekin mana qalqoncha yaxshi 5 tadan bittasi bor. Endi xuddi shu ishlarni qilib qolgan 4 tasini ham oldim va dubulg'ani yasadim. Men hazillashmayapman. Buni olish uchun 2 soat vaqtim ketdi. Negadir toshbaqa tuxumlarini ochib chiqishi uchun 1 asr vaqt ketdi. Endi bu dubulg'ani kiyganimda ehtimol ekranning yuqori o'ng burchagida effekt belgisi borligini payqagandirsiz va bu bizda cheksiz suv ostida nafas olish qobiliyatimiz borligini bildiradi. Shu sababli biz hech qachon cho'kib ketmaymiz va bu haqiqatan ham katta muammo edi. Keling, buni maksimal afsullaymiz va sovut bezagini qo'yamiz. Bu boshqa qo'shimcha jihozlar kabi samarali emas, lekin bu eng zo'r ko'rinishga ega ekanligi aniq. Mana bo'ldi. Bizda barcha turli vaziyatlar uchun barcha qo'shimcha jihozlar bor. Bu biroz oshirib yuborishdek tuyulishi mumkin, lekin maqsad ham shuda. Yaxshi, va endi qilishimiz kerak bo'lgan 2 ta bosqich qoldi. Teleportatsiyani qilishimizdan oldin bizga qo'shimcha narsalar kerak bo'ladi va men bu deganda to'liq afsullangan qalqonni nazarda tutyapman. Nima, sizga sehrlangan qalqon kerak emasmi? Afsullangan chaqmoq tosh va sehrlangan oltin olma. Ba'zamga magnetit o'rnatib, unga kompasni bog'layman. Shunda men har doim uyga qanday qaytishni bilaman. Afsullangan qaychi va albatta 2 ta narsalar. Bittasi sadoqat 3 bilan. Shunda momaqaldiroq bo'lganda men maxluq boshlarini olib, o'sha momaqaldiroq ishlarini qila olaman. Keyingisi suv oqimi 3 bilan. Shunda yomg'ir yog'ayotganda men elitram bilan juda tez sayohat qila olaman. Sayohat haqida gap ketganda, men Minecraftdagi har
har bir sayohat usulini sinab ko'rgan joyimga borsam, men har bittasini sinab ko'rganman. Keling, dunyodagi eng tezkor otni olamiz. Uni olishga meni bir umr vaqtim ketgan. Nega bunchalik tezkor otni qilgansiz, Bu ot suza olmaydi. Keling, unga olmos sovut kiydiramiz va endi qachonki elektron sinib qolsa, men shunchaki shu otdan foydalanaman. Suv va lava, favqulodda raketalar va ko'plab sandollar va arqonlar, biroz TNT, chunki hammamiz bilamizki TNT juda qo'l keladi. Va keling, o'tgan videoda qurgan ulkan savdo avtomatim oldiga borib, biroz oltin olmalarni olamiz, chunki bu mashinasida cheksiz oltin olmalar ishlab chiqaradi. Bilaman, bu maqtanish. Bular ko'payib ketibdi. Keling, bulardan oltin olmalar yasab olamiz. Va shu yerdaligimizda keling, oddiy ovqatlar ham olamiz va oltin sabzilarni tanlayman. Chunki ular juda ham foydali. Ularni biroz kutamiz. Xo'sh, bo'ldi, hammasini olamiz. Men uni qurganimdan juda minnatdorman. Yaxshi, oxirgi bir ikkita narsa bu mayak va uni to'liq quvvatlash uchun kerakli bo'lgan temir bloklar. O'qlari bilan to'liq afsullangan kamon va albatta sevimli shoximni unuta olmayman, chunki u eng yaxshi ovoz chiqaradi. Va mana bo'ldi. Bizda endi kerak bo'lib qolsa, bizda asqotadigan barcha narsalar bilan to'la shalker qutisi bor. Shunday qilib, endi men butun shalker qutisini ko'tarib yurishimga to'g'ri keladi. Hech kerakmi? Bor mana. Bu ol tushunmadim nimalar qilyapti o'zi. Yaxshi, bu sovutni yasashdagi oxirgi bosqich va teleportatsiya qilish qobiliyati. To'g'ri eshitdingiz. Bu video uchun izlanish olib borayotganimda buning imkoni borligini bilib qoldim va mening aql imkoniyatlarimni lol qoldirdi. Va bu aslida juda oddiy va men nima uchun hech kim buni suiiste'mol qilmaganini yoki ishlatmaganini bilmayman. Lekin keling, u ishlaydi deb umid qilamiz, chunki men buni hali sinab ko'rmadim. Men ko'rayotgan videoga ko'ra sizga kerak bo'ladigan materiallar shunchaki biroz redstone mashinalari, redstone bloklari, ikkita tarqatgich va bitta uloqtirgich va qarimmoq. Bu aslida buni ishlashni ta'minlaydigan asosiy qismlardan biri. Lava, qurilish bloklari va boshqa barcha oddiy narsalar. Va bizga kerak bo'ladigan oxirgi narsa bu bir nechta ender marvaritlari. Yaxshi, va bizda kerakli barcha materiallar bo'lishi kerak. Keling, mashinani shu yerda maydonning o'rtasida quramiz. Birinchi qadam 7 blok chuqurlikdagi teshikni qazish, xuddi shunday. Tepaga suvni qo'yamiz va keyin uning eng tubiga Soul Land qo'yib hammasini suv o'ti bilan to'ldirib chiqamiz. Suv o'tini buzamiz va mana shunday pufakchalar chiqadi. Va ko'rib turganingizdek, men pastga suza olmayman va u meni shunchaki tepaga itaradi. Agar ichiga ender marvaridini tashlasangiz, u suzib yuradi va sizni teleportatsiya qilmaydi. Endi biz shunday mashina qurishimiz kerakki, u bu ender marvaridini faollashtirib, meni qachon xohlasam o'z buyrug'im bilan shu yerga teleportatsiya qilsin. Yo'q, bunday narsa umuman ishlamaydi. Juda ham kulgili ko'rinyapti. Biz uloqtirgichni shu yerga qo'yamiz, yog'och bosim plitasi, unga ulangan lyuk va redstone 16 blok tashqariga chiqadi. Bu hozircha ma'nosizlik tuyulishi mumkin, lekin ko'rasiz, shunchaki kuting. Biz nether portalni quramiz. U chang yuklagich bo'lib ishlaydi. Ikkita blok bu yerga, tarqatgich va bu yerga voronka, quvvatlangan rails, detektor rails, ikkita oddiy rails va keyingi bu chetiga lava chelagini qo'yamiz. Va endi biz nether ichiga kiramiz va xuddi shunday narsani quramiz. Mana shunday. Va hozir salom, kerakmas, qanaqasiga bo'lsa ham orqamdan kiribdi. Nima bo'lsa ham endi bu relsga vagonetga qo'ysak, u nether orqali o'tadi va keyin qaytib keladi. Netherga o'tadi va yana qaytib keladi. Netherga o'tadi va yana qaytib keladi. Asosan bu narsa chanklarni yuklaydi, chunki vagonetka portalga kirganda o'yin bu chanklarni yuklaydi. Bu chank yuklagich. Endi biz buni redstone tarmog'iga ulaymiz. Xuddi shunday va bu quvvatlanmagani uchun uni o'chiradi. Va mana bo'ldi, teleportatsiya mashinasi ham tayyor. Men sizga uni qanday ishlashini ko'rsataman. Va keling, uni haqiqatan ham ishlaydi deb umid qilamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan narsa buni ichiga marvaridni qo'yish va qarmoq bilan mana bu yog'och bosim plitaga ilintiramiz. Uloqtirgich sizga ender marvaridini beradi va lyuk ochiladi. Siz qarmoqni chap qo'lingizga olishingiz kerak. Shunda u ilingan holda qoladi va ender marvaridini suvga otasiz. Va endi biz shunchaki juda ehtiyotkorlik bilan ipni uzib yubormasdan nether portaliga yugurib borishimiz kerak. Yaxshi, menimcha bu ishladi. Qarmoq hali ham ilingan holatda turganga o'xshamayapti, lekin u ilingan. Endi qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu inventarga solib qo'yish. Tezkor panelga emas, inventarga. Agar tezkor panelga solsangiz, menimcha ishlamaydi. Endi tayyor. Endi xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Sandiqlarni tekshirishingiz, salomlashingiz, aylanishingiz, xohlagan narsangizni qilishingiz mumkin. Qaytib teleportatsiya bo'lishni xohlasangiz, qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa qarmoqni olib, uni tezkor panelga qo'yib tortishingiz kerak.
Yo xudoyim, bu rostdan ham ishlayapti. Men buni ishlamaydi deb qo'rqqanim, chunki men ko'rgan video 1.16 da edi. Ha, bu rostdan ham ishladi va bu juda ham ajoyib. Masalan, aytaylik, siz Nezerda maxluqlar bilan urushib olyapsiz. Yo xudoyim, hozir o'laman, men yordam deysiz va qarmoqda olib shunchaki bosasiz. Ha, bu Nezerda ishlamas ekan. Mayli, buni eslab qolamiz. Mayli, u faqat oddiy dunyoda bo'lganingizda ishlaydi. Bu baribir ham juda kuchli narsa. Masalan, aytaylik, elektrangiz to'satdan sinib qoldi va siz pastga tushyapsiz va tezda qarmoqda bosasiz. Menimcha sizlarga videorolik yoqdi degan umiddaman. Agar yoqqan bo'lsa, Telegram kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video chiqishini albatta kutib qoling. Albatta, 4000 ta laykdan keyin xayr, salomat bo'ling.